fermerimiz bilen 140 gektar yerimiz var. Şundan 60 gektarı buğday, 45 gektarı paxta. Başkası bağımız var, meyleçiydik, hammasidan var iş qilib. Yani şunun bir yıl o'tgan yil tecrübe hesabında mana bizlar shu alınlarni ishlatamiz. Şu alınlarni ishlatishimiz sebebinde o'tgan yili Jizzax institutidan nav akildik, mana urug'liq 250 kilo urug'liq akildik. Shuni 1 gektar yerga ektik. Şundan 80 sentineden nav hasıl aldık. Bu hasıl alışımızda şu üzerimiz körüp her türlü nimeni gördük. Bu suğa hem çidamlı ekan. Ona şorlukka hem çidamlı. Hem ertep pişiğinde yaşkanda kış payti hem zor mene kıştan zor çıktı bu. Şunu bir yıl mene 250 kilo nevini 8 tonada galla aldık da 80 sentin hesabında. Ondan hem ziyade daha. Şunga bize nime kıldık? Bir yıl mene şu nevini köpeytiş maksat ede. Alımlar, ilmlerine oylaşıp mene bir 35 gektar yerge yekip koyupuz mene şu nevini. Toran sortunu. Toran sortunu. Bu sortu men endi boshqa sortlarga qaraganda o'zimcha da ko'p yilning mene tajribam bor. Mening ham juda zo'r ekan. Жаңа aytganda sho'rga ham, suvsizlikqa ham erta pishiruvda juda afzali ko'p ekan. Mana ko'rib tursiz, menakay o'zi boshlab o'tiribdi. Mana g'allalarimiz boshqa sortlarga qaraganda erta pishadi ekan. Mana Qaraqalpoq 100 sortimiz ham bor. Buni ekib qo'yibmiz 25 gektarga. Lekin bu sortu yamanlab bo'lmaydi. Unga qarasham kerak. Lekin bu sort meni qayli qoldirdi. Qaraqalpoq 100 ham yaxshi sort ekan. Shuning uchun niyatimiz aytaver, kuzda mana g'allani ko'ribsiz, Xudo qalasa baland xirmon olamiz degan niyatimiz bor. Mana o'tgan shu 1 gektar yerga sinov tajribasida ekdik. 80 sentrdan olganmiz. Bu yil endi Xudo qalasa 90-100 sentrni olib niyatimiz bor. Endi hozir ko'rib o'tirmiz, Atыз maydalarında sug'aruda da jamg'irlatib, suvni unumlovchi texnologiyalardan yaxshi foydalanadi ekansiz. Endi burungilarмен solishtirganda qancha suvni ekonomlab o'tiribsiz hozir? Suv bu yog'ina qaraganda 5 yildan beri, mana 5-yili yomg'irlarni qurib qo'yibman. Buning ekonomlik yog'ida suv kam paytida, mana hozirgi paytda mana suv kam bo'lib qolsa, mana tepasidan suv beramiz, yomg'irlar juda afzalligi ko'p. Ham suvni bir 40-50% ekonom qilamiz. Suv yog'idan. Ular suvimiz mo'l bo'lsin, lekin suv kam yerlarga juda afzal zot ekan bu. Bu yerga kuch minut ham az bo'ladi, minut ham. Kuch minut ham az. Quloqni ochib nima qilib jirni, kraynikni ochsan suv keladi. Kerak qaqlagan paytingda ochib olaverasan. Hozir mana yerlarning bari 100% lazerni tekslanganda, bu da pas o'yli biik yer yo'q. Shuning uchun budaylar ham tekis. Sug'arib ham bir tekis suv ichadi. G'allalar bilan tekis navda bo'lib turibdi. Bir tekis, boshqa hech nima yo'q buni. Tekis navda bo'lib turibdi. Shuning uchun afzalliklari suvdan foydalanishda lazerni bu yomg'irlatuvning afzali juda yaxshi. Мысалы, bizler ko'p yerlarga borgan vaqtda so'ning guvohi bo'lamizda, ko'p fermer xo'jaliklari suv yo'q, yo bo'lmasa boshqa narsa deb ko'p bir nalg'alarni ham guvohi bo'lamizda. Endi siz so tajribeli fermer баслығы sifatida so dehqonlarga ne deb maslahat berген bo'lar endi? Соншама жақсы нәтижелерге ерісу үшін insondan neler talab etiladi? Endi har zatning bir bo'lgani yaxshi, ne zat eksek ham dehqondagi jilda armonni bo'ldiruga harakat qilamiz. Shuning uchun suvdan foydalanib yomg'irdan ko'p afzalligi bor. Mendan masalan o'tgan yillarga mana Nukus rayonidan, Qalliko'ldan ko'p odamlar shuni ko'rib ketib, shu televiziyadan chiquvning sababli shularni ko'rib ketib, bil shu yoqning fermerlar ham shu zatni qurdi. O'tgan yil ham qurganlari bor. Shuning uchun bunun afzalligi yaxshi bo'lsa kerak, hamma qurib o'tiribdi. Sonday misol suv kamlik yog'idan ko'p foydasi ko'p buning. Afzalligini bizlarga shu 195 million, 200 million subsidiya harjatdi. Bunun polni qutulib ketdik bizlar. 750 millionga aldık vaqtında. Biroq suv kam edi bundan 5 yil oldin. Suv kam bo'ldi. Mana shunga interesovat qilib oldik. Shu orqali shu yechtirgan mablag'ning orqasidan shu kreditdan chiqib ketdik-da bizlar hozir. Shundan keyin buning afzalligi shunday, suv bo'lsa dehqonchilik bo'ladi. Mana shunday shu aytganday mana shu suvdan shuncha foydalansak, yerlarni tekislasak, yerga ixlos qilsak, buğday bo'lsin, makka bo'lsin, juvari bo'lsin, boshqa zot bo'lsin, paxta bo'lsin, shularga ixlos etsak mana hamma zot bo'ladi. Mana o'zingiz ko'rib turganday. Paxtamiz ham shunday, buğdayimiz ham shunday.